Assalomu alaykum hurmatli youtuberlarim. Ha, video chiqaraverasanmi demanglar, jon akalar. Men sizlar bilan gaplashishim kelib qoladi. Bitta to'liq mutaxassisdan afzal ko'rasizlarmi akalar? Bitta like bosib, podpiska bosib sizlar bilan gaplashib ko'ramiz hozir. Akalar, sizlar bilan kam pul rasxod qilib normalniy soqqa topsa bo'ladigan faqat samasvallarni qo'yib beraman obzorga. Bir boshdan ko'rasizlar, o'tkazib yubormasdan to'liq qo'yib beraman, faqat samasval. Hech balo qo'ymayman. Arada pauza ham ushlamaymiz. Gaplashib ketamiz. Keyin savol bo'lsa, hammalarning fikrlarini o'qiyapman. Kommentariyga yozaveringlar bemalol. Tushunmagan joylaringga telefon qilsalaring tushuntiramiz. Manzil qayerda deganiga, akalar, Qo'qondan kelaverish, Uchko'prik, Bag'dodga ketish bo'ladi. Uchko'prikka kiraverish. Xo'p, akalar, yo'lda ustidamiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Bitta like bo'lib, obuna bo'linglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan boshladik bu masala. Xudo xolasa, akalarim, samasvalni e'tibor beringlar, ko'zibga avtomatik ochiladi. Ochilganda ham yonboshga ham ochiladi akalar. Ikki tarafga ham ochiladi, avtomatik ham ochiladi. Rushni ham ochiladi, avtomatik ham ochiladi. Akalar, material o'ta yaxshi, sifati zo'r, ishonch o'tgan, qozongan. Silindrlari juda katta, baquvvatidan bitta qo'yilgan bo'ladi. Avtomatik ochilish sistemalari uстановка qilingan bo'ladi. Zapaska balonlari bor. Akalar, tagiga e'tibor berib qo'yinglar. Profilda mana 2 tonnalik samasvalimiz bo'ladi. Tagiga e'tibor berib qo'yinglar. Profil juda baquvvatidan qo'yilgan bo'ladi akajonlar. Xo'p. Yakka balon bo'ladi akalar. Yakka balon, resollari baquvvat, cho'loklari baquvvatidan qo'yilgan bo'ladi. Enshalari kardanlik ensha tizim bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Ramalari 4 ta selli rama bo'ladi. Besk svarka. Guli shuntirib adam chiqib turgan bo'ladi akalar. Xolos, kardanlari kelgan bo'lsa, kalta kardanchasi bo'ladi akalar. Xudo xolasa. Xo'p, oldin qismiga o'tamiz. Stoykalarimiz qoladi, antifriz bachogimiz bu yerda joylashgan. Suyanganlaringda bu yerda qoladi. Xudo xolasa, akalar, 250 talik Yapon motor. Adashdim, zo'r akalar, 200 talik. Karburatori ham Yaponiyadan keladi, motori ham Yaponiyadan keladi. Zavod tomonlama 2000 kilometrga garantiyasi bor. Motor detonatsiya bo'lmasligi uchun bunaqa prujinalar qo'yilgan. Ventilyator sovutish sistemasi qo'yilgan. Avtomatik yonmaydi. Qizil knopkani sari bosib qo'yasizlar, keyin yonadi. Xudo xolasa. Oldi vilka, ya'ni o'q. Oldi o'qimiz ham juda baquvvatidan qo'yilgan bo'ladi akalar. Xo'p. Multimedia tizimi bor, tablolar bor. Xo'p akalar, kolonkalari bor. Xo'p, o'tirish joyiga soladigan narsalari ham bor, 80 kilogacha ko'taradi. Xo'p. Ko'tarish sistemaniki, enshaniki. Tepada turgan holatda ko'taradi. Bunisi понижение повышение akalarim. Xo'p. Material minganlar biladi. Bitta oldinga, qolgani orqaga. Bu zatni. Xo'p. Akalar, gidravlika yog'i. Bu 2 tonnalilarimiz jitkisli bo'lmaydi, tormoz sistemasi. Xo'p, savollar bo'lsa kommentariyaga yozaveramiz. Xudo xolasa, kommentariyaga yozaveramiz. Juda ham moshni, yuziga postoy 5 litr, yuki bilan 6 litr rasxod qiladigan modellarimizdan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini $2250. Dastavkasi отдельный akalar. Bez dastavka aytib ketaman. Chunki boshqa joy bilan juda farq qilib qolyapti. Dastavka bilan aytsak. Akalar, boshlaymiz. Xudo xolasa, keyingi modelimiz 3 tonnalik Panda modelimiz. Xudo xolasa, akalar ko'rishyapti. Biz obzor boshlaymiz. To'xtamaymiz, xudo xolasa. Xo'p. 220 ga 1.45 avtomatik ochiladi. 2 tonnalik, 3 tonnalik hammasi bir xil bo'ladi. Orqasida stoykasi bo'ladi. Avtomatik ochiladiganini
Hop. Zavodskoy temirni sho'mkaligidan silindr 3,5 tonnalikka 3 tonnalikka bir xil silindr qo'yilgan bo'ladi akalar. Hop, zapaska ballonlari bor. Tagiga e'tibor berib qo'yinglar, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Mana bu materiali juda ham boshli narsa bo'ladi. Qo'sha ballon hamda hop. Turlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa eng shali bo'ladi. Hop. 250 litali motor bo'ladi akalar. Xudo xolasa chiroyli model bo'ladi. Ko'raverasizlar mana akalar. Hop, ko'tarish sistemasi bir xil. Hop, buniki akalarim orqa tormozi jitkisli bo'ladi. Jitkisli bilan jihozlangan bo'ladi. Turba ketgan, jitkisli bo'ladi. Panda Pro modeli ham bor edi, undan kelmaydi, kelgan yo'q hozir. Undan ko'rsatgani. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, narxini $2750 beryapmiz. Akalar, telefon qilaverasizlar. Hop, bunimizniki tog'a 3 tonna. Keyingi modelimizga o'tamiz akalarim. 3,5 tonnalik kasharot modeli. Bort razmeri akalarim 220 ga 1.45. 3,5 tonnalik kasharot. Oldilari deriski, stabilizatorli vilkalik. Hop, suv bachoylarimiz mana. Undan farqi desalaring akalar, farqi u bachoydan bu bachoy ichkariga kirib ketgan bo'ladi. Uncha xalaqit qilmaydi. Keyin yana qo'shimcha yangi suv quyib qo'l yuvgich bachoylar qo'yilgan bo'ladi akalar. Hop, 300 tali motor. Dizaynlar o'zgargan, oldi ko'rinishlari o'zgargan. 300 tali motor. Tepkalari boridan. Tepkalari bor. Hop, panejini, poveshinisi akalar o'z tarafiga o'tib olaman, xudo xolasa. Hop, endi ko'rsin. Qaysini tog'a? $1350. Hop, silindr ikkalasiniki bir xil. Cho'lok bunda zicha farq qiladi. Unda boshqacharoq bo'ladi. Endi zicha. Hop, ballonlar razmerlari buniki zicha kattaroq, unda zicha farq qiladi. Hop, zapaska ballonlari bor. Ko'zib razmerda aytdim akalar. Avtomatik ochilish sistemasi. Bu ham selli rama 4 talik. 4 ta rama bo'ladi. Orqa tormoz jitkisli bilan jihozlangan bo'ladi. Kardanli. Hop. Suv nimamiz bu yerda joylashgan, yog' bachogimiz akalar. Hop. Ko'pchilik oldingi mijozlarimizda mana 8 nima bukilib ketadi, ko'p yuklaganda deydi. Hop, biz hali ham boshimizni og'rib turgan narsa bo'lyapti. Juda ham ko'p mijozimizdan shu tushyapti. Doполнительно 2 talik qilib qo'yib yuborilyapti, xudo xolasa mashina bo'lib qolyapti. Kashalot. Akalar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini $2900 qilib belgilaganmiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Rasmiy joydan, rasmiy hamkordan, ishonchli dokumentni 100 ga 100 yuvoy payti bitirib beradigan, pul yuzga qisqasi kuymaydigan joydan akalar. Hop, bularda zavodskoy oyna oldi to'sqich bo'lmaydi. Pandalarda bo'ladi lekin. Hop, keyingisiga o'tamiz. 4x4 kvadrat sikl. Buni orqasini o'zi tortadigani ham bor. Bitta ko'rsatib ketaman. Orqasini o'zi tortadigani ham bor, 4x4 ham bor. Narxini shuni video davomida aytib o'tib ketaman. Bir xil bo'ladi. Faqat nimasida farqi bo'ladi desalaring akalar. Hop. Mana 4x4ni ko'rsalaring oldi ham tortadi akalar mana. Tormozlari jitkisli bo'ladi. Oldi ham tortadi. Hop, lebyotkalarigacha bor. Lebyotkalari ham elektron ishli, 12 voltga ishlaydi akalar. Hop. Bunda ham 250 tali motor bo'ladi. Bu xohlagan paytingiz uzib oldi orqani ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hop, changligiga e'tibor beraysizlar. Yo'lda bo'yida joylashganmiz, juda ham chang. Mashinani urgandan keyin tez o'tadi, tezdan keyin sirazi anaqa qilib, ko'tarilib chang bo'lib qolyapti akalar. Hop. Pol kabina. Dvornigi bor, makoylari bor. Hop, elektronli ko'tarishlar. 250 tali motorligini aytdim. Motor balon
bitta katta baquvvatidan qo'yilgan bo'ladi. Hop, resor ustida prujina yo'q. Prujinani bunaqa rezinkasi bor. Hop, silindrga keladigan bo'lsak, silindr ikkitali bo'ladi. Elektronli bo'ladi, elektronli deydi. Hop, tok bilan to'kadi akalar. Hop, xuddi shuni orqasini o'zi tortadigani bitta silindrli bo'ladi. Panejinli, povishinlisi bo'ladi xolos. Hop, akalar narxi 4 karatorini narxi $3700. Orqasini o'zini tortadiganini o'zi $3300. Hop. Samasvallarda davom etamiz. Samasvallarimizda hop, keyingisiga o'tsak, akalar kashalotni mokrisi hop zavoddan bugun chiqdi. Buni moyka qilib ham artib ham ulgurganimiz yo'q. Hop, 300 tali motor aytib o'tdim. Rangi 4 xil rasvetkada bor akalar. 4 xil rasvetkada bor. Orqa ko'rinishiga e'tibor bering, juda ham katta. Eng giganti shu. Eng kattasi shu akalar. Hop. Samasvalimizga yana nima opsiyamiz bor desalar, akalar. Mana bunaqa kabina ustanobga qilingan versiyasi. 2 tonnali samasvaldi. Kabina ustanobga bo'lgan versiyasi. Hop, to'liqroq ko'rsataman. Harakat qilaman, to'g'rirog'i makoylari bor. Mayitga qo'shimcha diodlar o'rnatilgan. Faralari juda ham chiroyli. O'ziga o'zi juda chiroyli turgan. Menimcha, yana kommentariyada yozinglar. O'ziga o'zi rangiga rangi par kelib zo'r turibdi, chiroyli turibdi. Akalar, hop. Unaqa to'fta oynak emas, normalniy mana. Telefonning kamerasida qanaqa ko'rinyapti? Tashqari taraf mana. Juda farqi borgan yo'q akalar, juda farqi borgan yo'q. Normal, kamiga bu chang ham turibdi, artilgan yo'q. Normalniy oynak, nimaga qimmat desalaring, mana. Mana artish akalar. Mana. Endi buni o'tatib ko'rsatib beraymi akalar. Sepleniyani bosamiz. Xudo xolasa akalarim o't oldi, o't olib turibdi. Tablosi. Parasini yoqib ko'rsatib. Parasi yoqilgan holat. O'ziga juda ham yarashgan bu. To'g'risi. Fikr bo'lsa yana yozinglar. Menga yoqdi. Hop. Juda ham ko'p rasxod qilmasdan yaxshi pul topaman degan akalarimga hozir yoshlar nima ish qilsam degan narsa bo'lyapti. Ilgarigidaqa akalar unaqali bir ilgari to'g'risi zamon boshqacha bo'lganmi, hali kimgadir qanaqadir nima qilinganmi? Hozir kasbni nimasiga qaralmayapti. Qanaqa pul kelishiga qarab bo'lyapti. To'g'risida. Material oldim. To'g'risini aytganda, birov hali materialchi bo'laman deb palinloq qilmaganda, lekin hozirgi kunda material olib, tirikchilik qilib, kerak bo'lsa bitta ina markasi bor odamdan ham yaxshi pul topib turgan akalarim bordi. Men kerak bo'lsa isboti bilan, dalili bilan keltirib beraman. Bir kunda mana materialdan olib, birovga zoriqmasdan, Rossiyaga yoki chetga chiqmasdan akalar 300 ming, 400 ming so'm qiynalmasdan mahallada topib turgan akalar bor, realniy faktda. Uzoqqa bormasdan, nima qilmasdan topib turgan akalarim bor. Realniy. Xo'p, akalar ko'p kutilgan, uzoq kutilgan kabinalik, mashina rullik modelimiz. Hop, akalar nimasidan boshlasam sizlarga? Bir boshdan ko'rsataveraman akalar. Men unaqa katta bloger emasman. Sizlar bilan faqat gaplashkim kelib qolgan paytda aloqaga chiqaman jigarlar. Bitta like bosib qo'ying, chekkacha ko'ribsiz. Shuncha mehnat qilib sizga video olib beryapman. Xo'p, salonga o'tamiz akalarim. Salonga o'tsak. Salon nima deyapti?
ishda o'ylanib turibmidingiz? Ish qilgani mana yechim aka. Mana yechim. Ishda o'ylanib turgan bo'lsangiz, xo'p, ro'shnoyi tortib qo'yasiz. Skorasi qanday desangiz, bir tarafga urib ketaverasiz ekan, 0 bo'lib, bu tarafga 0 bo'lib qolar ekan. Qiziqmi? Xo'p. Bu kalitga o'tar ekan, hozir akkumulyator yo'q. Monitori bor. Orqa ko'zibni ko'tarib tushirish nimalari, pechkaniki, divorniki, havoniki, bu to'sadigani. Mana pechkasi mana yerda joylashgan. Hop, o'zini tolik cheholi bor akalar. Hop, seplini torimiz, gaz pedal bor. Mana jitkis bo'ladi akalar. Jitkis bilan jihozlangan bo'ladi. Hop, o'zini pultigacha bor. Ruli gidrolika bo'lar ekan. Minib ko'rdim, yaxshi. Mashina narsa. Hop, panejini poveshinisigacha bor. Motori 250 litalik ekan. Akalar, o'tgan videoda adashib ketibman. Men 200 talik deb o'ylabman. 250 litalik ekan. Bir qosh Qaron xonimdan kechib qo'yasizlar. Hop, bort razmeri 2 metrga 1.45. 2 tonnali samasvaldi ko'zipi bilan bir xil. Faqatgina rama tuzilishida farqi bor xolos. Cho'lok, qolgan joylari bir xil. 250 litalik motor ekan akalarim, 250 litalik. Men adashib ketibman, oldingi nimasida 1000 bora uzr so'rayman. Xo'p, ko'tarish sistemasi tokli bo'ladi akalar. Xo'p, qani ko'ringlarchi. Ko'ringlarchi, nima deyapti cho'loklari? Bir bosh ko'ringlarchi. Kamchiligi bo'lsa ayta olasiz. Zapaska baloni bor. Antifriz bachok bekka joylashgan. Benzin bak aytdi. Datchigini ko'rsatib turar ekan. Tabloda. Benzinni datchigini. Hop, orqasi avtomatik ochiladi, uchonga yana ochiladi. Tepada luklari ham bor ekan, akalar. Luklari ham bor ekan. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, akalar, $3000. Bunga dastlabkasi ichida aytaman, $3000. Bez dastlabga kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, kelib o'zimiz kelishtirib chiqarib beramiz, dastlabki pulni o'tib beramiz akalar. Buni ikki xil rangidan hozir sotuvda bor, qizilidan, ko'kidan. Ko'kini ko'rib turibsizlar, qizini etta-petta yana abzor qilib qo'yib beraman. Xo'p. Akalar, video oxirlayapti. Sizlardan so'rab qolaman, bitta like, mehnatimizni qo'llab, videomizni kamchiligi bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Ortiqcha gapirgan bo'lsam uzr. Xo'p, manzilda aytib o'tdim. Qolgan modellarimiz ham bor, akalar. Bizda assortimentni keng assortiment bo'yicha, benzinlik assortiment bo'yicha alhamdulillah bizga teng keladigani yo'q. Assortimentda kelasiz, minib ko'rasiz, xohlagan rangingizdan tanlab olib chiqib ketasiz. Akalar, pastda nomer qoldirib qo'yaman. Alp Motors rasmiy hamkori bilan aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat.